e'tiborli bitta 100% ishlaydigan layfhak bor-da. Prям boyib ketish uchun juda zo'r layfhak. Shaxsiy hayotimda ko'p marotaba qo'llab ko'rganman, har doim ishlagan. Ba'zida ishlarim ozgina tijoratlarim to'xtab qolib, rasxodlar ko'payib ketsa, siqilib qolaman-da. Va o'sha paytda ota-onamga yana ham ko'proq rasxod qilaman. Oyimga, dadamga qanaqadir bir sovg'a salom olaman yoki jab bo'lmaganda kartaligiga oxirgi pulim bo'lsa ham kartaligiga tashab qo'yaman. Qarabsizki, bir hafta ham o'tmaydi oradan Alloh shunaqa kutmagan, umuman bo'lish mumkin emas bo'lmagan joylardan shunaqa rizq, shunaqa baraka beradi, ishoninglar. Og'izlarim ochilib qoladi. Bu narsani juda ko'p hayotimda qo'llab ko'rganman va doim ishlagan. Shuning uchun mana shu layfhakni siz ham ishlatib ko'ring-da, agar sizda ham hozir shunaqa holat bo'lsa. Ishoning zo'r o'zgarish bo'ladi.